biladi. Siz o'zingizni kim deb bilasiz? Bloger deb bilaman. Bloger sifatida mana shu kuni kecha bo'lgan janjallashgan holatni siz o'zingizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifangizga joylashtirgansiz, to'g'rimi? Men o'zi bunaqa janjallarga, urushlarga, to'polonlarga, ko'cha janjallarga qarshiman. Og'abek bilan ozgina shu ijtimoiy tarmoq orqali shu gap talashib qoluvdik. Bir-birimizni so'kib, haqoratlab, shunaqa og'zaki tortishib qolgandik. Kecha yuzma-yuz kelib, ko'rishib qolib, mana gaplashib oldik, ko'rishib oldik degan maqsadda ijtimoiy tarmoqqa joylagan. Butun O'zbekiston xalqidan bizani kechirishinglarni so'raymiz. Bunaqa holat boshqa takrorlanmaydi. Ko'chada bizani yoshlar, ko'chada yuradigan aka-uka, opa-singillarimizga ham shu maslahat, ko'chada urushmanglar, janjallashmanglar. Biz ham qilgan ishimizdan afsusdamiz. Bunaqa holatlar boshqa takrorlanmaydi. Bizani kechiringlar.